Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Endigina kanalimga kirib kuzatayotgan aziz bekajonlar, aziz mehmonjonlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Yana bir bor videolar orqalida bo'lsa-da ko'rishib turganimdan beg'at xursandman. Bugun sizlar uchun ajoyib retseptlardan birini ko'rsatib o'taman. Mana to'y mavsumi keldi. Hammani to'yga yetkazsin inshaalloh. Mana to'y mavsumiga mos xos bo'lgan retsept bu. Chunki to'yda hamma qatlamalarni tayyorlashni yaxshi ko'radi. Shuning uchun har bir inson qatlama tayyorlaydi. Albatta to'y mavsumida shuni qanaqa usulda, oson usulda va zo'r chiqish usulida ko'rsatib o'taman. Mana avvalambor saryog'imizni mana idishimizga solib eritib olamiz. Mana saryog'imizni erishga qo'yib qo'yamiz yoki shunday bo'lsa ham xamirimizni yuziga surtib yuboraveramiz. Mana saryog'imiz olib qo'ydik. Saryog'imizni bir chetga. Bizlarga sariyog' xamir kerak bo'ladi. Xamirni qanaqa tayyorlashni ko'rsatib o'tmadim, chunki hamma xamir tayyorlashni biladi. Xuddi shunday usulda, oddiy o'zimizni xamir tayyorlagan usulda xamirimizni tayyorlab olamiz. Xamiringizga agar uyingizda sut bo'ladigan bo'lsa, sut solib yuborsangiz, xamir tayyorlash vaqtida xamiringiz chiroyli chiqadi va pishirgan qatlamangiz ham qip-qizilgina chiroyli bo'lib chiqadi. Xamirimizni mana tayyorlab 20 minut dam yedirib qo'ydik. Endi esa buni yaxshilab ishlov berib, yaxshilab yoyib olishni boshlaymiz. Qo'limizdan kelgancha yuqa yoyamiz. Yuqa yoymasak, oldingi videolarda ko'rsatib o'tgandek, cho'zib yuboramiz, o'zi yiqarib ketaveradi. Oson usullardan biri. Yaxshi ozroq yoyib olib, keyin esa qo'l bilan cho'zib yuqartirib olamiz. Xuddi shunday qilib, mana shunday qilib xamirimizni yoyib olamiz. Aziz bekajonlar, videolarim yoqayotgan bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Fikrlaringizni va takliflaringizni kutaman. Chunki hali kanalimiz yangi, kanalimiz rivojlanib, bundan-da zo'r bo'lishini inshaalloh hamma xohlayman. Juda ham istaymiz albatta, chunki hammamiz buyuk martabalarga erishishimizni xohlaymiz. Shunda siz o'z hissangizni qo'shib, albatta like bosib obuna bo'lib qo'ying. Chunki like bossangiz videolarimiz yanada keng tarqalishiga sababchi bo'lasiz. Albatta meni xursand qilsangiz, mana men masalan videolarim yaxshi tarqab xursand bo'lsam, albatta sizning orqangizdan xursand bo'laman. Allohim sizni ham xursand qiladi, kimning orqasidan. Shuning uchun inshaalloh bir-birimizni xursand qilib, suyuntirib, quvontirib yashayveraylik. Mana xamirimizni yaxshi qilib yoyib oldik. Mana qo'l bilan yuqartirib yoyib oldik. Endi esa saryog'imizni surtib olamiz. Uyingizda qanaqa saryog' bo'lsa farqi yo'q, foydalanavering. Men o'zim uyimizda qaymoq borligi sababli qaymoqdan tayyorlayapman. Uyingizda jir bo'ladimi, qaymoqmi, masilkami, boshqa bironta saryog' bo'ladimi, farqi yo'q. Bemalol foydalanavering. Mana yaxshilab xamirimizga saryog'imizni surtib olamiz. Qaymoqdan qilsangiz juda zo'r va juda mazali bo'ladi. Endi esa mana bir tomonidan yaxshilab o'rab olamiz. Mana shunday qilib yaxshilab xamirimizni o'rab olamiz. Orasida havolari qolish kerak emas. Yaxshilab qo'lingiz bilan mahkam itarib o'rang, chunki ichida havosi qolsa yog'ga solgan vaqtingiz ishib ketishi mumkin. Shuning uchun mana shunday qilib mana o'rab oldik. Endi esa buni bir xil razmerda qilib kesib olamiz. Maydagina qilib kesamiz. Somsaga nisbatan maydaroq kesasiz albatta. Mana somsa bundan nisbatan kattaroq bo'ladi. Somsaga nisbatan sal maydaroq qilib kesib olamiz. Mana bir zuvala xamirimizdan shuncha paxlava chiqadi. Qatlama deganim, paxlava deb yuboribman. Qatlama chiqadi, chunki juda ham barakali qatlama. Siz 4 ta 5 ta qatlama qilishni o'rniga mana shunaqa bir zuvala qilib, maydagina qilsangiz, albatta tog'orangiz to'lib chiqadi, chunki juda ham barakatli bo'lib chiqadi. Mana shunaqa usulda tayyorlasangiz, chunki har bir qatlamangizning orasiga shunchalik chiroyli yog' kirib, shunchalik chiroyli ochiladiki, inshaalloh alhamdulillah o'zingiz ko'rasiz oxirida. Videomizni kuzatib boring. Mana hamma xamirimizni ishlov berib oldik. Endi esa 5-10 minut qo'yib qo'yamiz. Chunki saryog'i
qotish kerak bo'ladi. Ichidagi saryog'i qotmasa yoyishingiz qiyin bo'ladi. Xohlasangiz qo'lingizda ham ushlab berib yuborsangiz bo'ladi. Mana ozgina hali saryog'i qotmabdi. Qotganda juda ham oson yoyilardi va dam yeyish kerak. 5-10 minut dam yesa juda ham oson yoyiladi. Xamiringiz somsadik qilib yoyib olasiz. Mana shunday qilib. Mana somsaga nisbatan kichikroq bo'ldi. Xuddi mana shunday qilib tayyorlasangiz juda ham chiroyli chiqadi. Sizniki ham inshaalloh. Hammasini mana shunday qilib yoyib olamiz. Mana yoyish arafasida tavaga pishirasizmi, qozonga pishirasizmi, tashqarida olovga pishirasizmi, farqi yo'q. Yog'ingizni qo'yib qo'ying, yog'ingiz qizib turishi kerak bo'ladi. Mana chunki vaqtingizni tejaysiz, albatta yog'i isib tursa, yoyib olib birdaniga 5 ta 10 ta katta qozonlarga pishiradigan bekajonlar bo'lsa 10 tagacha solib pishirsangiz bir vaqt ichida pishib chiqadi. Mana shunday qilib, mana yog'imiz qizib turibdi. Endi bizlar uy sharoitida pishiryapmiz. Mana tavamizga 4 ta ketadimi, 5 ta ketadimi solib pishirib olamiz. Qizib turgan yog'ga solamiz va pishirib olamiz. Judayam zo'r chiqadi. Oralariga juda ham yog' yaxshi kirib, qatlari judayam zo'r ochiladi. Nasib bo'lsa inshaalloh, chunki har doim tayyorlaganimizda shunday bo'lib chiqadi. Bu safari ham shunday bo'lib chiqishi aniq inshaalloh, Xudo xohlasa. Mana ilk bir tomoni pishib olgandan keyin ikkinchi tomonini ham pishirib olamiz. Meni qo'llab, obuna bo'lib, like bosayotgan aziz obunachilarimga mingdan ming tashakkurlar aytaman. Meni shunchalik qo'llab, like bosayapsiz. Sizni esa Allohim o'zi qo'llasin. Har bir ishingizni, har bir qilayotgan yo'lingizda yurgan ishlaringizni inshaalloh alhamdulillah Allohim o'zi qo'llab sizni omadingizni bersin. Mana bir partiyasini pishirib oling. Endi esa yana bir partiyasi olib pishirib olamiz. Agar siz tashqarida katta qozonlarga pishiraman desangiz, birdaniga 10 talab solib pishirsangiz bo'ladi. Shuning uchun juda ham oson pishirish jarayoni ham. U katta qatlamadan ham pishirib ko'rganman. Juda ham zo'r chiqadi. U qatlamam ham maqtanish emas, albatta zo'r chiqadi. Chunki uni har doim tashqarida, chunki bizlar hovlida turganimiz sababli tashqarida qozonga, katta qozonlarga pishirardik. Zo'r chiqardi. Endi esa oson yo'lini mana o'ylab topsak, oson yo'li ham mayda-maydagina qilib pishirsangiz, bu ham chiroyli va zo'r chiqadi. Ham barakatli bo'ladi. Bir zuvola yoki 2 zuvola xamirdan katta bir tog'ora yoki bir patnis qatlama chiqadi. Bemalol to'ylarga pishirib borishingiz mumkin. Mana shunaqa qilib. Ko'rinishi ham juda ham zo'r bo'ladi. Mana shunday qilib hammasini pishirib olamiz. Endi hammasini pishirish vaqti endi cho'zilib ketganligi sababli shuning uchun qisqa qilib oldik. Mana hammasini pishirib oldik. Juda ham chiroyli va juda ham zo'r chiqdi va ko'rsangiz ishtahangiz ochilib ketadi. Afsuski, ta'mini totishni sizlarga iloji yo'q, lekin albatta pishirib ko'ring, o'zingiz guvoh bo'lasiz va zo'r ekan, albatta yaxshi ekan degan kommentariyalarni kutib qolaman. Mana endi esa tarelkamizga birin-ketinlikda terib, issig'ida shakarimizni sepib olamiz. Gajir-gujur shunaqangi qasir-qusir qilib yeysiz, mazza qilasiz. Ayniqsa pishgan vaqti juda ham zo'r bo'ladi bu qatlamalar. Yumshoqginani xohlaydiganlar esa pishgandan keyin albatta salofanga solib qo'ysangiz
shunaqangi yumshaydi, shunaqangi mazali, qat-qat bo'ladi. Shuning uchun ikki usulda yeydigan bekonchonlar uchun ham ikki usul ham bo'laveradi. Kimlardadir qasir-qusur qilib yeyishni xohlaydi, kimlardadir yumshoqgina qilib yeyishni xohlaydi. Albatta o'zingiz tayyorlab uyda bemalol qay holatda yesangiz juda ham zo'r va juda ham mazali bo'ladi. Issig'ida shakarini quyib olsak, albatta juda ham shirin bo'lib, shirasi o'ziga singib ketadi. Shuning uchun issig'ida shakar quyib oling. Mana bir zuvola xamirdan shuncha qatlama chiqdi, zo'r bo'ladi. Albatta siz ham qilib ko'ring. Juda ham sizga ham yoqadi degan umiddaman. Shu orada eslatib o'taman, kanalimiz hali yangi, kanalimiz bundanda yaxshi darajalarga erishib, videolarimiz keng tarqalishi uchun sizning yordamingiz bizlar uchun katta yordam. Shuning uchun albatta like bosib, obuna tugmasini bosib qo'ying. Chunki siz bizni qo'llasangiz, Alloh sizni qo'llaydi. Albatta bunga ishonish kerak va bunga amal qilish kerak. Hammamizni Allohim o'zi qo'llasin. Xudojonim omadimizni bersin. Mana juda ham terib oldik, juda ham chiroyli va juda ham zo'r chiqdi. Mana o'zi ko'rishingiz mumkin. Ichlarigacha yog'lar kirib zo'r pishib chiqdi. Qat-qat bo'lib, katta qilib pishirsangiz ichlarigacha bunaqangi gajir-gijir bo'lmasligi mumkin. Lekin mana shunaqa qilib pishirsangiz juda ham zo'r bo'ladi. Mana orasini ko'rsataman. Oralari ham juda ham yog'ga zo'r pishib chiqqan. Qat-qat yopishib qolgan joyi yo'q. Mana qalin bo'lib qolgan joyi yo'q. Hammasi zo'r ochilgan orasi. Mana o'zingiz qilib ko'ring. Albatta fikringizni kommentariyada qoldiring. Qanaqa chiqqanligi, qanaqa tayyorlaganingizni albatta kutaman. Mana juda ham zo'r va juda ham mazali. Ta'miga gap yo'q, ta'mi juda ham mazali. Iloji bo'lganda qaniydi, qo'limdan kelganda sizlarga ham ilishardim. Afsuski buni iloji yo'q. Mana juda ham zo'r va juda ham mazali. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin, juda ham ajoyib. Ichlari juda ham chiroyli mana. Azizlarim, aziz obunachilarim, aziz mehmonjonlar, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'lingizlar. Hammamizni Allohim o'zi asrasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'lingizlar.